İslam dininin g'oyasi va ibodatning ma'nosi. Abduri Muhammad Yusuf. İslam dini insoniyatni turli xurofotlardan va har xil xo'rliq ham izlishlardan ozod qilib, uning hurmatini ko'tarish va izzatini qo'g'dash, shundaqla hayotini radkislish orqali uni baxtli qilish uchun kelgan dindir. Bu ma'na Qadisiya g'azoti jarayonida islom qo'shinlarining qo'mondoni Said tarafidan shu vaqtdagi Ironliklarning harbiy qo'mondoni Rustamga avatilgan Elchi Ribn ibn Amirning so'zida texmo to'liq ifodasini topgan. U Rustamga mundaq degan: Biz faqat insonlarga cho'qinishning xo'rligidan qutuldirib, Alloh taologa ibodat qilishdek azizlikka va dinlarning jabr zulmlaridan ozod qilib, islomning adolatiga chiqarish uchun avatildik degan. Habashiston podshohi Najoshiga avatilgan elchi Jafar ibn Abu Talib raziyallohu anhuning Najoshining oldida so'zlagan nutqida islom dinining g'oyasi texmi ro'shan ifodalangan. U mundaq deb nutq so'zlagan: Ey podshohim, biz butlarga cho'qindigan, zina fahish qildigan, urug' tuqqanchilikqa rioya qilmaydigan kishilarni qul qildigan, haromni yeydigan, kuchliklarimiz, ojizlarimizni bo'zaq qildigan bir qaloq millat edik. Bizga biz nasibini, rostchiligini, iffatini va ishonchligini obdan biladigan bir payg'ambar keldi. U bizni butlarga cho'qinishdan yuz o'rib, Alloh taolaning o'ziga e'tiqod va ibodat qilishga, rost so'zlashga, omonatga ishonchlik bo'lishga, urug' tuqqanlarga sil-rahim qilishga, qo'shnilar bilan yaxshi o'tishga, haromdan yiroq turishga, kishilarni yaxshi muomala qilishga buyuruydi. Bizni zina fahishadan, yolg'on guvohlik berishdan, yetimlarning mol-mulkini yevilishdan, iffatlik ayollarga qarchaplashdan va barliq yomonliklardan ma'ni qiladi. U yana bizni namoz o'qishga, zakot berishga, ro'za tutishga buyuruydi. Islom dini insonlarning Alloh taolo bilan bo'lgan aloqasining qanday bo'lganligini, o'zlarining insonlar aro munosabatining qaysi shaklda bo'lganligini va qanday qilganda dunyo va oxiratlik xotirjamlik erishadiganligini o'rgatgan, ham shuning yo'lini ro'shan qilib sizib bergan. İslam dinining ta'limotlari va qonun tuzumlari hayotlik sohalarining hamma taraflarini o'z ichiga olgan holda eng mukammal va eng to'liq bekitilgan. Thomas Carlyle mundaq deb yozgan: Cho'lda yashaydigan hamma tarafdan orqada qolgan arab millatiga bir payg'ambarning kelishi bilan ular ilm-irfonda dunyoning qiblasiga aylanib qoldi. Arablar burungi ojizligidan kuchlandi. Son jihatdagi ozlik ko'paydi. Xo'rliqdan azizlikka erishdi. Chorak asr o'tmasdan dunyo ularning aqli va ilm ma'rifati bilan gullanadigan bo'lib qoldi. Bu arablar islomdan ilgari ayollarni inson qatorida ko'rmaydi. Islomdan keyin ayollarni hurmatlashda dunyo xalqiga ulgu bo'lib qoldi. Arablar islom dinining soyasida adolatni suydigan, insonlarga yo'l ko'rsatadigan, zulmga qarshi turadigan, ojizlarni yo'laydigan fazilatli insonlarga aylanib qoldi. Bir qancha 10 yil ichida amalga oshgan mundaq jiddiy o'zgarish haqiqatan hayron qilalik ish edi. Go'yo arablarning qalbiga farishtalar tushib, yerlashgan va ularni jimiy yaxshi ishlarga undab, yomon ishlardan yiroqlashtirgan. Ibodatning ma'nosi. Alloh taolo Qur'on Karimda barliq insonlarni ibodatga buyurib, mundaq degan: Ey insonlar, oxiratning azobidan saqlanishinglar uchun sizlarni va sizlardan ilgirgilarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. Yana insonlarning yaratilish g'oyasining faqat Alloh taolo ibodat qilish ekanligini bayon qilib, men insonlarni va jinlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim degan. Yuqorqi ikki oyatda maqsad qilingan ibodatning ma'nosi hargizmi biz biladigan shu zohiriy ibodatlar emas. Chunki ibodat desa, bizning aqlimizga namoz o'qish, Qur'on o'qish, haj qilish, ro'za tutish, zakot berish qatorliq zohiriy ibodatlar keladi. Bu ikki oyatda va Qur'on Karimda kelgan barliq ibodat so'zidan maqsad Alloh taologa qulchilik qilish, uning talab qilgani bo'yicha yashashdir. Mufassirlar yuqorqi ey insonlar, oxiratning azobidan saqlanishinglar uchun sizlarni va sizlardan ilgirgilarni yaratgan Rabbinglar qulchilik qilinglar degan oyatning tafsiri haqida tuvandikilarni aytgan. Tafsiri Saidida
Bu Allah Taala'nın buyurğanlarını orundaş və tosqanlarını yiraq turuş arqılıq onunğa itaat qilishdan ibarat bo'lgan umum ibodatdir degan. Tafsir Qurtubida bu yerdagi ibodat Allohni bir deb e'tiqod qilish, uning dinda ko'rsatilgan shariat qonunlariga amal qilishdan iboratdir. Ibodatning asli bo'ysunish va itoat qilish deganlikdir. Aysarut tarafasirda Allohga iymon keltirish, uning buyurganlarini o'rindash va to'sqanlardan yiroq bo'lish bilan bir vaqtda Allohni chin suyish va uni ulug'lash orqali uning itoat qilinglar deganlikdir. Men insonlarni va jinlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim degan oyatni mutlaq ko'p sonliq mufassirlar Alloh insonlarni Allohning buyrug'ini va talab qilgani bo'yicha hayot kechirsin deb yaratgan. Şoڭa insonlar o'zining hayot tarzini Alloh taolaning qonuniga udullab, uning ko'rsatmasi bo'yicha u talab qilgandek yashash lozim deb tafsir qilgan.